们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。 Çatakçı çok mahlup. Qara, men govudun ishkini yasadım. İki bo'lgandan bir bo'lgan yaxshi. Bir bo'lganmi yaxshi ekan. Chaqiriq ekran doimiy govni qo'rqitib yetadi. Chaqiriq ekran Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada shart paydo bo'ldi. Voy! Hey, bu tushmijoz Changu efendimken. Hey, yaxshimisiz tushmijoz Changu efendim? Hey, mening sizlar bilan paranglashadigan vaqtim yo'q. Men bugun bakli parakanda. Nemishqa? Chunki chatoqchi g'alati maxluq mening qishimda. Chatoqchi maxluq haqiqatan bu bekli gapsiz. Shundoq. U mening paypoqlarimni qalaymiqon qilib etdi. Tushmijoz Changu efendi, sizga qanday yordamimiz kerak? Sizlar paypoqlarimni ilgirgi altligiga o'xshash qilib retlab bersangiz bo'ladi. Men chatoqchi g'alati maxluqni tutib kelay. Asirmang, siz g'alati maxluq matematika uqumidan foydalanib paypoqlaringizni retlab bering. To'g'ri, g'alati maxluq matematikasi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik uqumi hamma yerda mavjud. Tezroq. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib, birlikda vazifa o'rnadingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni qilamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifa o'rnashimizga yordam beradi. Raqamlar vaqt keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa bir jup. Bir jup. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangilding. Matematikaning sirlarini ochaylik. Bir jup. Hozir demaysan-ku bu. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganda andin degin. Oh, ma'qul. Bo'ladi do'stlar, biz endi qalayimqon bo'lib ketgan paypoqlarni ratlikli boraylik. Ha? Tushmijoz Changu efendim, siz bizni bu qalayimqon cheshlab ketgan paypoqlarni qanday ratlasin deysiz? Paypoqlarning o'z jiptini tepib ratlaysizlar. Qaytib kel. U chatoqchi ablah. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bir jup. Tayyorlig'inglar bitdimi? Ondaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Bir jup. Ha, qaranglar. G'alati maxluq matematik ko'rsatkich ekrani keldi. G'alati maxluq qartaylayotdi. U bir jup palay taqibdi. Bir jup qartaylash oyog'i kiyibdi. Bir jup chanqi shiltibdi. Yana bir jup chanqi oyog'i ishlatgan. Ehtiyot qilinglar. Haqiqatan o'lim bo'ldi. Biz hozir nemining bir jup bo'lganligini bilib oldik. Bir jup deganning ma'nosi o'xshashib ketadigan ikki narsaning birlashishiga, masalan, paypoq. To'g'ri deding. Bir jup bo'lsa raqamlik askartma so'z. Kelinglar do'stlar, biz cho'qim qila olamiz. Biz g'alati maxluq matematik uqumini ishlataylik. Bir jup qilish uchun biz albatta o'xshib ketadigan paypoqlarni bir yerga elib kelishimiz kerak ekan. Bu paypoq bulamdi. Ular bir jupmi? To'g'ri. Ular bir jup emas. Ularning rangi o'xshamaydi ekan. Biz yana bir qizil rangli paypoqni tepishimiz kerak. Mavchi, bu mu qizil rangli paypoq ekan? To'g'ri bo'ldi. Biz birinchi paypoqni topdik. Atrofdagilar qaltis ish qildinglar. Qaysi paypoq buning bilan bir jup? Ko'k rangli paypoq. Men uning jupini topay. Qaranglar, dal bu shu ko'k ranglikka. Shundoq ekan. Ularning rangi o'xshash ekan, biroq qarmoqqa ancha o'xshamaydigandekmi qiladi. Ha? Qaysi yeri o'xshamaydi ekan? Sizlar uning qayerni o'xshamaydiganligini bilamsizlar? Albatta. Bu ikki paypoqning shakli o'xshamaydi. Ha, to'g'ri ekan. Men ko'rdim. Men bir ko'k ranglik mushning o'xshash paypoqni tepib bir jup qilay.
Mao şumu? To'g'ri, yana bir jup paypoqni topdik. Matematika haqiqatan qiziqarli ekan. Biz davomli topaylik. Bu qaysi bilan bir jipdi? Sizlar ko'rdinglarmi? Qayerda ekan? O yerda ekan. To'g'ri, shakli va rangi o'xshash ekan. Bir jip. Va! Bu qaysi bilan bir jipdi? Men ko'rdim. Dal bir jip ekan. Biz eng qoltis paypoq tepish attirdi. Men yana bir jip paypoqni topdim. Ular butunlay o'xshash ekan. Baxtiqim kep ketdi. Ular paypoq emas-ku. Bu Maxning puti. Voycha, bular paypoq emas ekan. Buchu. Buni jipti qaysi? Mana Mao, rangi va shakli hammasi o'xshash ekan. Biroq ozroq o'xshamaydi ekan. Qayeri o'xshamaydi-qanda? To'g'ri, guli o'xshamaydi ekan. Ha, shunday ekan. Bir paypoqda tangi gul, yana birida yo'lliq siziqchi bor ekan. Biz bu eng oxirgi ikki dona paypoqning jiptini topaylik. Ularni qanday juplashtirsak bo'lar? Buning bilan Mao, qarag'ana, bu paypoqdimi tangi gullar bor ekan. Andin yana bir dona yo'lliq paypoq qoldi. Qaranglar. To'g'ri. Biz barliq paypoqlarni ratlab bo'ldik. Yaxshi qildinglar, do'stlar. Biz matematika bilimini g'alaba qildi, ishilta oldik. Sizlarning vazifanglar tek tamamlanmadi. Çataqchi maxluq mening barliq vaqiraydigan kanaylarimni qalaymiqa qilib etdi. Ha? Varqılaydigan kana degan nima? Demakchi bo'g'inim u qanday darsa, ha? Men bilan menglar. Varqiraydigan kanay. Qara. Vah, nima degan umoq? Çataqchi maxluq ularni qashadin chiqarib yetibdi. Ularni tutib, solab bersanglar bo'ladi. Anglamoqni ayt, oddiydek o'tirdi. Qaraganda matematika o'qimini ishlatishimizning hojati yo'q-ku. Har bir qashaga 2 danin solaysizlar. Ishkini? Qaraganda matematika o'qimidan foydalanmasak bo'lmoqdak. Nere tur, çataqchi maxluq. Bo'ladi, do'stlar. Biz bu kanaylarni qashasiga solab qo'yaylik. Bir qashaning ichiga 2 dona solaymiz. Bu oson-ku, 1, 2. Hey, ular sakrab chiqib ketdi. Qani, kirib ketinglar. Bu qanday gap? İki jip kanay maxluqni qashaga kirgizib bo'ldik. Nimishqa bu maxluqlar qashaq ichida turmaydi? Ular faqat o'ziga o'xshaydigan kanay bilan bir qashada turishni yaxshi ko'radi. Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bir jup, tayyorlig'inglar bitdimi? 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Bir jup. Voh, raqamli maxluq kelibdi. Bu bir jup maxluqning 2 tal burni bor. Bu bir jup maxluqning 3 tal puti bor. Bu bir jup maxluq unlik ovozda suv ichib atadi. Bu bir jup maxluq yuqori ovozda kekirib atadi. Mana o'shunda. Qani, marhamat. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Buncha ko'p bir jup maxluqlarni bilib olganimiz bek yaxshi bo'ldi. Bu bizga to'laydigan kanaylarni juplashtirishimizga nihoyatda cho'ng yordam bo'ladi. Biz birlikda matematika bilimlaridan foydalanaylik. Voy! Bir jup deganimiz 2 dona o'xshash narsani ko'rsatdi. Qaysi kanaylar o'xshashdi? Do'stlar, biz birlikda izlaylik. Qaysi bu kanay bilan bir jupdi? Mana Mao. Sizlar chichu. Ular bir jupmi? O ikisi azroq o'xshamaydi ekan. Ha, men bildim. Ularning beshdagi mungizi o'xshamaydi ekan. Birisinikida 2 tal mungiz, yana birisinikida 3 tal mungiz bor ekan. Ularning beshidagi mungizning soni bilan o'xshashlari bormi ekan? Men 2 tal mungizi bor kanayni ko'rdim. Men 3 tal mungizi bor kanayni ko'rdim. Ulan tutib olaylik. Oy. Voycha. Kapsiz maxluqlar. Qaranglar, mukammal ishki jup. O'zinglarning qo'tani qaytinglar. Ular qochib chiqmadi. Demak, ular bir jupkan. Shuni bilib turishni xohladi. Qolganlar qaramoqqa o'pmoqchash turdi ekan. Undaqda biz har bir qashog'i 2 dan solaylik. 1, 2. 1, 2. Oy, ular sakrab chiqib oldi. Ular xushal bo'lmadi. Ular cho'qim bir jup emas.
Çoqum o'xshamaydigan joylari bor. Qaysi yer o'xshamaydigandu? Kanay bo'yicha varangchiroq qilyapsiman, o'ynashqimi amalsiz qoldi. To'xtanglar. Ovozni ko'pchilik kanayning ovozini zangsilib anglab yiqinglar. Sizlar aldinglarmi? Kanaylarning qaysi tarafi o'xshamaydi ekan? Chiqargan ovoz o'xshamaydi ekan. To'g'ri. Cho'qim shundaq. Bu kanaylarning chiqargan ovozi o'xshamaydi. Şuna biz ulanı cüpleştirsek. Men bildim. Kanaylarni ovoz qog'izayli. Yoki o'xshash ovoz chiqarganlarni bir yerga kelaylik. Oh, meningcha sizmi qila olasizmi deyman, ha? Buludu, ondaqda bunun avazı bilen okşaşları ço, ha? Ma'uning ovozi o'xshash chiqadi ekan. Undaqda biz ko'rib baqaylik. Ular bir juftmi emasmi? To'g'riken, mükemmel bir cüp kanay. Bu ikkisini ovozi o'xshaydi ekan. Ularni bir juft ekan. Biz barlık avaz çıkırdıgan kanaylarını cüpleştirip olduk. Men axir bu çataqçı qalet məxluqni tutub aldım. Bizmi sizga yordamlashib paypoq va kanaylarni juplashtirib boldik. Elbette biz məxluqlarının usulu arqılı alqışı anırtaylı. Ondaqda mən 3 kişi sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz Biz matematik 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 bilimlerini bilimlerini g'alabaga g'alabaga keltirdik. keltirdik.